Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga o'zbek romanchiligining yuksalishiga salmoqli hissa qo'shgan benazir ijodkor Abdulla Qodiriy tavalludiga bag'ishlanib yozilgan she'rimni havola etaman. U shu'laga nurga talpindi, ilmi urfon durga talpindi, sodiq do'sti yorga talpindi, armon bilan o'tdi Qodiriy. Ziyo sari yurmoq istadi, dunyoga yuz burmoq istadi, millatni hur ko'rmoq istadi, armon bilan o'tdi Qodiriy. Millat yuzin to'sgan soya, mozi bu deb qildi hikoya, dedi g'anim bu aksil g'oya, armon bilan o'tdi Qodiriy. Illat izlab qo'p qorishtikir, har so'zidan axtarishtikir, boshi uzra ag'darishtikir, armon bilan o'tdi Qodiriy. Laganbardor edi ko'plari, o'z g'amini yedi ko'plari, millatchi bu dedi ko'plari, armon bilan o'tdi Qodiriy. Ziyo sari yurmoq istadi, dunyoga yuz burmoq istadi, millatni hur ko'rmoq istadi, armon bilan o'tdi Qodiriy. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.